Avvalambor assalomu alaykum hurmatli Vodiy bozor YouTube kanalining ashaddiy obunachilari, kanalimiz mehmonlari. Bugun xudo xohlasa azizlar, hafta kuniga yakshanba 26-aprel Andijon avtomobil bozoriga keldik va bu qismga qo'ldan kelgancha Nexia 3 lardan syomka qilganmiz. Mexanika, avtomat, yangi, eski har xil ranglardan bor. Video davomida ko'rasizlar. Bittadan like bosib qo'yishni, kanalimizda mehmonlar albatta obuna bo'lishni esingizdan chiqarmanglar. Qanaqa avtomobil kerak bo'lsa kommentariyalar bilan nomini yozib qoldiringlar. Bugungi video roligimizni 2018 dan boshlayapmiz. Qancha yurdi bu aka? 156 ming yurgan. 2018 ikkinchi pozitsiya mexanik. ABS konditsioner, metan gazlari bor. Motor ходовой коробка? Yo'q. Balonlari? Balonlari yaxshi holatda. Kraskasi toza dedingizmi? Ha, sepilgan joyi yo'q umuman. Qo'llari mana zavod holatda, metan gazlari bor. Shu yerda ham kosmetik. Mana shu yerda kosmetikasi bor, mayli. Bo'ldi. 2018 150 6 ming yurgan. Aka necha pul qo'yaylik birinchisiga? 6,5 ming ozgina kami. 6,5 ming xayriga o'tib beriladi. Generalni chiqam chiqmaydi. Bu hujjat bo'ladi. Generalni chiqadi. Keyin Damas mashinalariga barter bor. Asosan Damas bo'lsa, yaxshiroq gap bo'lasiz. Bu mashinalariga barter qilaveramiz. Generalni bo'ladi. Generalni bo'ladi. Shtrapini o'ziga boradigan qilib qo'yamiz. Bo'ladi. Nomeringiz? 91 91 489 489 10 01 01 raqamiga murojaat qilasizlar. 2018 navbatdagi Nexia 3'imiz avtomat korobka. Bu Ravona o'zi. Andijonning mashinasi. Ravona, bir Ravon chiqqan. Yevro. Yurgani qancha buni? Yurgan 193 ming yurgan, balonlar yaxshi. Shulkasi bor, mejigari bor. 4-pozitsiya avtomat korobka. Pioneer magnitofon qo'yilgan. Shumka qilingan. Gazlari metan, pollari zavod holatda. 196 ming yurgan, 2018 4-pozitsiya avtomat korobka. 193 ming. Ha, 193 ming yurgan. 4 yevro ekan bu. 4 yevro ekan deyman pozitsiyasi. Kraskasi? Kraskasi mashinaga xonasida bor, bagajda betonga shunaqa, ichiga o'tmagan. Ikkita detal to'liq, bitta beton. Necha pul qo'yamiz aka buni? O'zi 72-73 mo'ljallayapti. Obunachilaringizga 7 mingdan tushib beraman. 7 mingdan tushib beriladi. Generali chiqam. Geni ichida qilib bering 7 mingdan. Bo'laveradi. Yoki 6900 ga sotilaveradi, yoki geni bilan 7 mingga beraverasiz. Nomeringiz? 95lik 95 158 158 87 77 raqamiga aloqaga chiqasizlar azizlar. 2018 navbatdagi Nexia 3'imiz mexanika ishqibozlari uchun. Yurgani qancha? 152 ming yurgan, ABS konditsioner, metan gazlari bor. Motor ходовой коробка. Go'zal, yumshoq balonlari. Shumka bor, ha? 100% shuma izolyatsiya qilingan. Ruxsatnomasi bormi, tugadimi? Ruxsatnomasi maygacha. Maygacha. Temir metan gaz qo'yilgan. Pollari shuma izolyatsiya, 100% shuma izolyatsiya qilingan. 2018 152 ming yurgan. Kraskasi toza. Narxi? Narxini 6800 deb turibmiz. 6800 o'tib berasan, xudo xolasa aka. Bermaganingiz bo'lmadimi sir bo'lmasa? 62 qilishdi. 6200 dollargacha pul ko'ribdi. Generalni chiqam chiqmaydi? Chiqadi. Chiqaveradi. 1 yilgacha. 1 yilgacha. Variant barter yo'llari-chi? Kelishib beraveramiz. Imkoniyatlari bor. Nomeringiz? 94 790 790 1007. 1007 raqamiga murojaat qilasizlar azizlar. 2019 navbatdagi Nexia 3'imiz mexanika ishqibozlari uchun 231 ming kilometr bosib o'tgan, mokri asfalt rangidan ekan. Xo'p, ABS bor, konditsioner, metan gazlari bor. Endi Nexia 3'larda o'zi ko'pida shu ABS konditsionerlar bo'ladi. Endi bir qator aytib ketaveramiz. Balonlari yangi. Balonlari yangi, yumshoq balon. Yumshoq balon qo'yilgan. Buni aka bozorga tayyorlamabsizlar, ha? Yo'q. Shunday holati. Xo'p, nima rasxoti bor aka? Mashinani hozirgi kunda shu e'tibor berayotgan bo'lsangiz, bu shishasi sarg'ayib qolgan. Aha. Bo'ldi, shu ikki oshni ikkita farasida shunday. Bitta padirovka ekanda jazosi. Kraskasi shu yerda petnosi bor. Xolosmi? Bitta petnosi bor. Qolgan joyi top-toza. Azizlar, endi
Bitta shu ximchiska palirovka o'zinglar uchun. Atak shunda yursanglar ham jarimasi yo'q. Bundan ham qizig'i zapaska baloni tushmagan buni. Aha. Mana. 231 ming yurgan tushmagan. avtomobil, metan gazlari bor. Bor. Aka necha pul qo'yaylik endi buni yaqinrog'i? Buni 7000 kami bor deyapmiz. Kelishtirib beramiz arzonroq. Xo'p bo'ladi. Generalnilar endi Chiqadi, chiqadi. Nasiyaga bermaysizmi? Yo'q, faqat Naqd naqd pul. beramiz. Xo'p bo'ladi. Nomeringiz aka? 91 91 481 0735. 481 0735. Murojaat qilaverasizlar. 93 ga ketdi. Necha yili? 22 46 ming yurgan. Tozamiki? Toza. Reflektor, chexol poli, medical pul, tayya 4 yumshoq balon Aka hamma yo'q o'zimdan so'ramoqchiman. Syomka qilsam bo'laveradimi? Bo'laveradi. Narxlar nima bo'lyapti aka? Mana 2026-yil Narxlar aprel ancha oxirida turibmiz. Mashina mana 4 oy burun 10400 ga dehqondan olgan ekan. Dehqonga Minarman olgan ekan. Minarmandan oldin yana Minarmanga keldi. Hozir olaymi olmaymi deb o'ylanib turgan aka-ukalarimizga nima tavsiya berasiz? Olursiz. Bemalol rosa hozir oladigan. Olib maza qilib bizarman. 9400 ga? 9300. Ha 9300 ga sotilibdi 2022. Navbatdagi Nexus 3'imiz ham 2018-yilda ishlab chiqarilgan avtomat korobka. Yurgani qancha aka? 116 ming yurgan Euro varianti. Bular Ravon brendi ostida chiqqan. 4-pokoleniya propan. 116 ming yurdi. Motor ходовой korobkalari? Ishi yo'q. Yumshoq balonlari. Ruxsatnomasi bormi, tugadimi? Bor. Qancha bor? 28 maygacha. Monitor qo'yilgan ekan avtomobilga. Nexus 3 o'zi deyarli hammasi shu orqa eshigi qiyinroq ochiladi o'zi. Buni gazi propani? Tabletkami? Zapas balonda o'rnida turadi mana. Zapas baloni. 2018 116 ming yurgan avtomat korobka. Kraskasi 3 ta detalda petmi? Ichiga o'tmagan. Necha pul qo'yamiz endi aka? 77 kami. 7700 kelishiladi. Savdo qilmadingizmi sir bo'lmasa? Savdo 74 qilishdi. 74 naqd pulga. 7400 gacha pul ko'ribdi. Generalniy chiqam chiqmaydimi aka? Nomga o'tkazib olish kerak. Nomeringiz 97lik. 97 997 997 57 57 55. 55 raqamiga murojaat qilasizlar. 2021 navbatdagi Nexus 3'imiz mexanika. Yurgani qancha buni? 270 ming yurgan. 4-pokoleniya metan. Motor ходовой korobka. Javob. Qo'qti deganda hali suv temposi bu narsa ish ko'rsatadi, yana nima bo'lmasin degan ma'noda. O'zi motor yuvadigan aka-ukalarimiz bor. Zo'r qilib yuvib berishadi. Hamma ishda ham baribir o'zini ustasi qilgani yaxshi. 2021 270 mingdan ko'proq yurgan. Kraskasi qanaqa buni? Xolosmi? Xolos. Qolgan joyini tekshirib. Necha pul qo'yamiz buni aka? 7300 kami bor. 7300 kami bor. Bermaganingiz bo'lmadimi buni? 6700 kirish. 6700 gacha pul ko'ribdi 2021. Generalniy chiqam chiqmaydimi? Libo hujjat. Xo'p, variantga sotmaysizmi? Variantga beramiz. Asosan naqd. Naqd pul yetmasa bankda Bo'laveradi. Nomeringiz? 77 77 267 267 41 12. 41 12 raqamlariga murojaat qilasizlar. 2020 navbatdagi Nexus 3'imiz qop-qora rangidan. Mexanika ishqibozlar uchun. Rasxodlari yo'q deb aytilyapti. Metan gazi, ABS konditsionerlari bor. Diskga qo'yilgan ekan. Salon holatlari. Salon holatlarini ko'ringlar, yaxshi. Metan gazi bor, temir. Pollari zavod holatda. Yurgani qancha dedinglar? 232 ming. 232 ming yurgan 2020. Kraskasi petno deysizmi? Petno, masala bilaman. Tagida petnosi. Xo'p, nech pul narxi aka? 7200 beramiz. 7200 kami bor. Savdo qilmadingizmi bunga aka? Yo'q, savdo qilganmiz. Xo'p, generalniy chiqaveram. Generalni egasidan ham. Variantga sotmaysizlarmi? Yo'q, variant 53 ga beramiz. bank qilib bera olamiz yoki barter o'zaro naqd pul. Asosan naqd pul ekanda. Nomeringlar 94lik 94 564 564 77 07. 77 07 Yana raqamga bitta murojaat nomer qilasizlar. bor. Mabodo bunga chiqolmasanglar 95 lik 202 02. 202 aloqaga chiqaverasizlar. 18 mi aka? 2018 navbatdagi Nexus 3'imiz. Mexanika, ABS konditsioner,
metan gazlari bor. Yumshoq balon. Yurgani 300 ming aka. Motor hadovoy korobkalar. Hamma yo'q o'zi. Hamma yo'q o'zi. Salon holatlari. Nima yo'q. Chiqimi yo'q ekan mashina. ...2018 mexanika 300 ming yurgan. Kraskasi qanaqa aka? Bitta petno bu. Bitta petno. Qiziqarli joyini aytaymi-ku, mana leti boru, bulutli, xohlasa ko'k, xohlasa sariq, xohlasa qizil yonadi. Nech pul narxi? Qimmat, o'sha olgan odamga podarka. Moshinani narxi. 6200 dan jicha tushib beramiz. Bo'ldi. Generalniy bo'ladimi? Bo'ladi. Generali olib sotdik. Olib Nomiga sotdik. 200 oladi. Variantga sotmasdan? Yo'q, naqqa uka. Bo'ldi. Barter Nomeringiz. bo'laveradi. Barter bor. 93lik 93 071 071 1500. 1500 raqamga Bo'lmay turing. Uka Tikodan Damasgacha alishtiraveramiz, barter qilaveramiz. 2016 navbatdagi Nexus 3imiz mexanika korobka, lekin diskga qo'yilgan ekan. Buni yurgani qancha aka? 260 ming yurgan. Metan gazi bor, ABS konditsionerlari bor. Motor hadovoy korobkalari-chi? Yaxshi holat. Salon holatlari. Metan gazlari bor. 250 ming yurgan 2016 mexanika. Kraskasi Kraskasi 3-4 ta detalli bor. 3 ta detal. Ichiga o'tmagan? Ichiga o'tmagan. Yangi. Xo'p. Generalniy bo'ladi. Yangi bo'ladi. Nech pul qo'yamiz bunisini? 5,5 ming qo'yaylik. 5,5 ming. Kamini ham qilib berasizmi? Sunnatiga. Sunnatiga o'tib beriladi. Nasiyaga-chi bu? 2000 pul bo'lishi kerak. Azizlar, 2000 dollar puli bor odamga hech qanaqa banklarni aralashtirmasdan akamiz o'zi bilan gaplashsanglar bo'lar ekan. Nomeringiz 93lik 93 780 780 81 81 88. 88 raqamiga murojaat qilasizlar. 2019 navbatdagi Nexus 3imiz kraskasi toza ekan. Qancha yurgan? 109 ming yurgan. Mexanika. Bir qo'l minilgan. Salon shot sprati. Birinchi qo'ldan bo'ladi azizlar. Generalniy chiqadimi aka? Chiqaveradi. Salon holatlarini ko'ringlar mana. Yaxshi holatda. Salonlari. Qo'llari zavod holatda. 2019 109 ming yurgan. Kraskasi qanaqa? Kraska toza. Umuman ristovka ham yo'q. Aha. Nech pul qo'yamiz? 7300 deyapmiz. 7300 xayriga o'tib berasizmi? Bo'lishi. Bunday o'tib beramiz. Ozgina o'tib beradi. Generalniy bo'ladi. Variant barterlari Yo'q, yo'q. naqd. Nomeringiz 93lik 93 086 086 86 86 12 raqamiga aloqaga chiqasizlar. 2020 navbatdagi Nexus 3imiz qancha yurdi bu aka? 113 ming. 113 ming yurgan ABS konditsioner metan gazlari bor. 113 ming yurgan mashina. Yumshoq balonlari. Motor hadovoy korobkalari qanaqa aka buni? Motor hadovoy korobkalari. Bir qo'l minilgan. Bir qo'l minilgan. Bank xodimi. 2020 113 ming yurgan. Endi 6 yilda 113 ming nima ekan? Kraskasi toza. Toza. Ana uni orqa tomonda karniz mashincha bir yarim qarich grunt 4 santimetr. 5 santimetr. 5 santimetr. Xo'p. Aka nech pul qo'yaylik bunisini? Buni 76 dan o'tib beraylik. 7600 dan xayriga o'tib berasiz. Generalniy chiqadi. Chiqadi, libo hujjat bitta qilib beramiz. Xo'p. Variant chiqarmayapsizmi? Variant yo'q, variant yo'q. Hozircha yo'q, lekin chiqarasiz o'zingiz. Chiqaramiz. Nomeringiz 93 93 250 250 10 1011 raqamiga murojaat qilasizlar azizlar. 2020 navbatdagi Nexus 3imiz 4-pozitsiyada avtomat korobka. Yurgani qancha aka? 140 ming bo'pti. Metan gazlari bor. Xo'p, motor hadovoy korobka yaxshi. Ha, bugun oldingizmi? Lekin tayyorlab qo'yishibdi. Azizlar, bemalol kelib, ko'rib, ustinglarga tekshirtirib olaverasizlar. To'g'risi doim aytaman, hozir aldanib qolish ham qiyin zamon to'g'risi.
ustalarga borib, probegini, nima motorlarni hamma olib ko'rsatib olaverasizlar. 2020 140 ming yurganmidi? Kraskasi Kraskasi nari tomon karnizda petnos bor. bitta petnonga baraka bo'laveradi. Karnizda u yer pastda. Aha. Necha pul qo'yadi? Uni 8 ming, ozgina 8 o'tadi. ming ozgina o'tib beriladi. Generalni chiqib ko'ramikan? Ha, bitta hujjat Chiqib avtomobili bo'lsa kelishib olib qolaveradi. kelishaveramiz. Naqd pulga sotiladi. Nomeringiz 93 93 250 250 10 11. 10 11 raqamiga murojaat qilasizlar azizlar.